begunoh insonlarni tirik holatida organlarini sug'urib olib, mana bu holatda azob berib o'ldirib va mana bu inson organlarini qora bozor orqali butun dunyoga sotgan Bashar Asadning yangi delalari, ya'ni qora delalari ochila boshladi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Aziz birodarim va opa-singlim. Mana bu videolarni ko'rar ekansiz, albatta o'z yaqinlaringizga yuboring va mana bu muborak Shom diyorida musulmon ahliga bo'lgan zulmlarni butun islom ummatiga yetkazishlikka o'z hissangizni qo'shing. Mashfa Tishrin askari, ya'ni Tishrin askariy shifoxonasi. Bu shifoxona shunday bo'lganki, ya'ni военный desa bo'ladi, ruscha aytsak, shu военный shifoxonada Saydnayada yoki bo'lmasam har qanday bir haq huquqlarini talab chiqqan xalqni shunday ushlab olib kelib, Saydnaya qamoqxonasida azoblab yoki bo'lmasa to'g'ridan to'g'ri olib kelib shu Tishrin shifoxonasida insonlarni azoblab, organlarini olib tirik holatida sug'urib olib, qora bozorda sotgan bosqinchi Bashar Asadning mana bu jinoyatlari oxirgi kunlarda ochila boshladi. Mana bu videolarni ko'rar ekanmiz, subhanalloh, qalblar ko'tara olmaydi. Ya'ni bu so'zlarimizni dalili o'laroq Telegram kanallarimizga yuklab qo'yamiz. Chunki mana bu har bir qilayotgan videolarimizni imkoniyat boricha dalillar bilan keltirishga harakat qilamiz. Bu videolarni albatta YouTube kanallarida qo'ya olmayman. Biroz qo'yib ketish mumkin, chunki bizni platforma qulflab qo'yadi. Shuning uchun Telegram kanalimizga o'tib ko'rishingiz mumkin. Sistema qanday ishlagan? Xabarimiz borki, bosqinchi Xitoy ham Sharqiy Turkistondagi birodarlarimizni organlarini sotishlik uchun tirik holatda, ya'ni insonni qanaqadir organlarini tirik holatda sug'urib olsa, qanchadir vaqtda yetkazib olsa, donorlik nimasini bajara oladi. Ya'ni o'sha organni sog'-omon sota olar ekan. Muzlatibmi, qandaydir, Allohu a'lam. Ya'ni bu narsa Sharqiy Turkistonda ham bugungi kunda videolarga chiqmasa ham Uyg'ur birodarlarimiz, Uyg'ur qardoshlarimizni ustiga bo'layotgan zulmlar. Alloh u kishilarga ofiyat bersin, ularning haqlariga ham duo qilamiz. Xo'p, bu yerda qanday bo'lgan holat? Oxirgi kunlarda muborak Shom diyorida mana bu fayllar, mana bu videolar tarqalib ketgan. Albatta bu videolar 2011-2013-yil oralig'ida olgan. U paytda telefonlarni ham, ya'ni kamera kачествоsi unchalik yaxshi bo'lmagan. Shuning uchun xira holatda olingan. Shu asirga tushgan oddiy xalqdan yoki bo'lmasam o'sha bosqinchi Bashar Asaddan haq huquqlarini talab qilib chiqqan oddiy xalqni ushlab olib kelib, shunday qiynaganki, ko'zlarini sug'urib olganlik, jarrohlik operatsiyalari, shunaqa videolar. Endi qaysi maqsadda ular videoga olgan? Vallohu a'lam, maqtanish maqsadidami yo boshqa maqsadidami? Alloh taolo mana bu narsani jinoyatchilarni bu dunyoda ham jazosiz qoldirmasdan ommaga chiqishligiga, ya'ni nasib bo'ldi va Shom xalqi, muborak Shom xalqi mana bu jinoyatchilarni bittama-bitta topib, alhamdulillah jazolayapti va haq egalarini haqlarini qaytaryapti. Holat bu o'lim mashinasi shunchalik insonlarning organlarini shunday sug'urib sotishlik, ya'ni bu hech qanday bir bashariyatni nimasiga to'g'ri kelmaydi. Bu yerda bu narsalarni nimaga ochyapmiz? Birinchidan bu ma'lumotlar oxirgi haftada juda ham keng tarqadi. Xossatan arab tillarida bo'lgan ijtimoiy tarmoqlarda juda ham tarqadi. Bu narsani biz aziz xalqimizga yetkazishligimizdan asosiy maqsad bir vaqtlar shu yillarga muborak Shom diyorida opa-singillarimiz qiynalyapti ekan deb turib, qanchadan qancha insonlar yordamga kelgan va mana bularni har qanday jinoyatchi deb nomlangan. Aslida ko'rinib turibdiki, mana kim jinoyatchi. Ya'ni bosqinchi Bashar Asadning tizimi shunaqa ham keng tarqalganki, ya'ni jinoyat turlari. Bu yoqdan odam o'ldirish bo'lsin. O'tgan safargi videomizda Amjad Yusuf ismli bir maxluqni xalqqa qilgan zulmlarini o'zingizlar guvohi bo'ldinglar. Allohim musta'an. Bu yerda endi juda ham ko'p ochlikdan suyaklariga yopishib qolib, oxiri ular holatga kelganda shunday mashfaga, ya'ni o'sha mashfa Tishrin kasalxonasiga olib borib, o'sha yerda o'zida shunday jasad tirik holatida organlarini sug'urib olishgan. Ya'ni videolar juda ham dahshatli, subhanalloh.
Yana bir voqea, oxirgi haftalarda yana bir narsa tarqadiki, Saydnaya qamoqxonasiga birinchi kirgan xalqlardan biri Hard, ya'ni Saydnaya qamoqxonasini butun kameralarini nima qilib turadigan Hard, ya'ni flash kartasi bo'ladi-ku, shuni olib chiqib ketgan va shu odam yaqinda shu davlatga topshirdi, ya'ni mujohidlarning qo'liga topshirdiki, mana bu flash kartalarni uni olib chiqib ketganligi har xil sabab keltirilyapti. Kimdir yaqini bor ekan, shuni izlagan ekan deyapti. Al-muhim, mujohidlarning qo'liga tushdi. Saydnaya qamoqxonasidan yangi kadrlar ham tarqay boshladi va o'sha yerdagi videoga, tasvirga tushgan mirshaplar, ya'ni qamoqxonada ishlaydigan musulmonlarga zulm beradigan xodimlarni ham surat videolari tarqayapti. Bu albatta Allohning fazli marhamati bilan. Men o'ylayman, bu narsalar oddiy xalq mujohidlarning boshqaruviga, ya'ni qanday bo'lgan, avvalida kelib bular har xil o'ylagan, xuddi avval televizorda ko'rsatganday bular zulm qiladi, boshqa deb o'ylagan. Mana oradan bir qancha vaqt o'tdi, hech qanday xalqqa zulm bo'lmadi va chiroyli holatda xalq ham mana bu bosqinchi Bashar Asaddan qutulganini ko'rib, haqiqiy ozodlikda qanday yashasa bo'lar ekan va islomning adolatini ko'rib, sekin-sekin bunday dalillarni davlatga topshira boshladi. Bu albatta Allohning fazli marhamati. Muhimi, bu yerda juda ham ko'p nimalar tarqagan, ba'zi videolar bor. Robbim Alloh degani uchun seni Robbing Bashar deb baqir deb turib, insonlarni tiriklayin ko'mib yuborgan. Bu videolarni ko'pchilik ko'rgan, lekin siz azizlarga eslatma o'laroq yana bir qo'yib o'tyapman. Kimdir ko'myapti, bu yerda ashhadu an la ilaha illalloh desa, la ilaha illa bashar, ya'ni bashardan o'zga iloh yo'q degin desa, yo'q, Allohdan o'zga iloh yo'q deb turib, oxirgi daqiqalarida tiriklayin mana bu birodarimiz ko'milib ketyapti. Xo'p, yana bir bor eslataman, mana bu zolim hukumatni qanchalik o'zidan ketib qolganligini bu videolarni qo'yib berishdan maqsad shu. Bu yerda o'sha musulmonlarning yerlarini egallab, bosqinchi Bashar Asadni soldatlari kirib masjidda masxara omuz, ya'ni musulmonlarni, islomni va masjidlarni masxara qilib, mana bunday holatda namoz o'qishyapti. Ya'ni go'yoki. Xo'p, istehzo qilib, sigaret chekib, imomlikka o'tyapti-da, sigaret tortib qo'yib, mana bunday holatda islomni va musulmonlarni masxara qilyapti. Biz O'rta Osiyo xalqlari bular arab tilida gapirsa, hammasi musulmon deb o'ylaydi. Alloh musta'an, ya'ni din dushmanlarining qattiq sa'y harakatlari natijasida bu yerlarda ham juda ko'p toifalar bor, Alaviy bo'lsin, boshqa. Al-muhim, bosqinchi Bashar Asadni mana shunday bitta qishloq shaharlarga kirib kelishligi, islomni, musulmonlarni istehzo qilib va u yerdagi musulmonlarni shahid qilib, muslimalarning nomusiga tegib, mana bunday holatda qattiq katta zulmlarni qilishgan. Alloh taolo o'zi kifoya qilsin va barcha mana bu zolimlarni ushlab, musulmonlarning mujohidlarini qo'li bilan jazolashlikni bizlarga nasib aylasin. Xo'p, mana bu videoda bir necha muslima opa-singillarimizni juda ham yomon so'zlar bilan, fahsh so'zlar bilan so'kib, urishib, mana bunday zulmlar qilyapti. Bu ham o'sha bosqinchi Bashar Asadning askarlari shu oddiy xalqqa zulm beryapti. Hatto shunday videolar borki, bir erkakni bog'lab qo'yib, bu videoni yaqinda ko'rdim, yonida ayolini uryapti. Ya'ni erkak kishi bog'laniq, ayoli dod deyapti, iltimos qilyapti, yalinib yolvoryapti, lekin shunchalik vahshiyona erini oldida ayolni uryapti. Endi bu kameraga olgan, ya'ni kameraga tushirgan tasvirlari, kamera ortida nimalar bo'lgan, Alloh taolo o'zi biladi. Ya'ni Alloh musta'an. Mana bu videoda ham qo'lingni tushir deb turib, bir birodarimizni, oddiy musulmonni ushlab, mo'yloq soqollarini bitta-bittalab yulyapti. Ya'ni insonni shunday tiriklayin azob beryapti. Bu videolarni ham inshaalloh to'liq holatida yuklab qo'yamiz Telegram kanalimizga.
Biz ham xohlardikki, mana shu YouTube kanallarida, mana shu narsalarda, ya'ni butun islom ummati ko'rsin, lekin bu platformalar bu videolarni qo'yishlikka ruxsat bermaydi. حول المستشفى إلى مسلخ بشري، فكان يفتك بالمعتقلين ويحقن أجسادهم بمواد قاتلة. والأنكى من ذلك أنه كان يتاجر في الأعضاء البشرية. فمن هو بسام يوسف؟ Mana bu yerda bir videoda aytibdiki, bu Tishrin kasalxonasi shunday insonlarning organlarini tijorati bilan shug'ullanadi. Va ko'p bedarak yo'qolgan insonlar katta ehtimol bilan mana shu Tishrin kasalxonasida organlari olinib, o'ldirilib yo'q qo'yilgan. Dom daraksiz deydi-yu bizda. Ya'ni umuman hech qanday inson topolmaydigan qilib o'sha yerda organlarni, kerakli organlarni olib qora bozorda sotib, insonlarni esa hech qanday qadri yo'q qo'ygan. Va bu yerda dalillari, ya'ni o'sha Tishrin kasalxonasida ushlangan vrachlarni alhamdulillah, ya'ni so'roq qilinib turib, bu narsalarni tagiga yetilyapti. من هو بسام يوسف الطبيب الذي تحول إلى Bu yerda aytayaptiki, Bassam Yusuf degan o'sha yerdagi ishlaydigan jarrohlik amaliyotlarini qiladigan vrach bor ekan, shu asosiy insonlarning organini tanasidan chiqarib berar ekan, ya'ni asosiy qotillardan biri ekan. في مستشفيات في 7 من مايو عام 2025. 2025-yilda qo'lga olingan ekan bu jinoyatchi. الذين نقلوا إلى المشفى الذي كان يعمل فيه إذ حوله. Men hayron qolaman, mana shu inson qay darajada zolim bo'lishi kerakki, ya'ni na bir qalbi bor, na bir shu azoblanayotgan insonlarga bir achinadigan bir tuyg'usi bor. Ya'ni shu bir vahshiyona nima qo'llaridan kelsa barcha narsani qilgan. Insonlarni tiriklayin otib, chuqurlarga solib, balonlarda yoqib yuborishlik bo'lsin. Mana bunday insonlarni organlarini olib, mana bu holatda qora bozorda sotishligi bo'lsin va barchalar guvohi bo'lganinglar kabi Saidnaya qamoqxonasida shunaqa bir insonlarni press qiladigan apparat bilan o'ldirib va shu jasadni ham yo'q qilish maqsadida asid, ya'ni kislota bachokka solib turib, aytib o'tganimizdek, mana asid bachoklari, mana bu ko'rib turganinglardek qon izlari. U yoqda pressdan o'tib jasadlari, ya'ni maydalanib ketgan, suyaklari maydalanib ketgan mazlumlarni mana bunday asid bachoklarga solib, ya'ni inson zotidan asar ham qoldirmagan. Tabiiyki asid yeb eritib tashlagan. Mana shunday qilib makinalarda maxsus elektr stansiya bilan inson zotidan asar ham qoldirishmagan. Insonni go'shtlarini eritib, oxiri kichik suyaklar qolganda bitta suyakka, bitta paketga solib, bitta qopga o'nlagan jasadni joylab ko'mganlariga biz o'zimiz guvoh bo'ldik. Uni videomiz ham bor. Maqbarati Jam'iyya deb shu Damashq yo'lida, Saidnaya qamoqxonasining yo'lida o'sha Jisril Bag'dod degan, Bag'dod ko'prigi degan joyda katta bir qabriston topildi. Birga bir qabrlarning ichida taqriban o'sha bitta qopning ichida 4-5 o'nlagan jasadlar bor va ularda ayollar, ya'ni erkaklardan ayollar ko'p. Haligi jasadlarda har bir qopning ustiga ismini yozib qo'ygan. Saidnaya qamoqxonasidagi issiz yo'qolgan va barcha bosqinchi Bashar Asadni qamoqxonalarida issiz yo'qolgan insonlarning ommaviy qabrlari topildi. Ko'rib turganinglardek, bir qabrning ichida mana bu endi mana Jamila degan ayol kishining ismi ekan. Hozir 2-3 ta ayol kishi, 2 ta erkak kishini chiqardik. Hali ichkarida qoplar to'la turibdi. Ya'ni Saidnaya qamoqxonasida va boshqa qamoqxonalarda bosqinchi Bashar Asad mana shunday taxt uchun xalqni ommaviy o'ldirib ko'mavergan. Bu biz bilgan bitta ommaviy qabr. Yana bilmaymiz qancha ommaviy mana bunday qabrlar bor. Alloh taolo o'zi kifoya qilsin. Qaranglar. Bu kislota bilan nima qilganmi?
Faqat suyaklari, inson zotining suyaklari. Alloh musta'an. Bular qanday bir insonki, na bir insofi, na dini, na bir hech qanday bir maxluqdan kerak bo'lsa, maxluqlar ham bu narsani qilmaydi, ya'ni hayvonlar ham bu narsani qilmaydi. Juda ham bir zolim bo'lib ketishgan. Bu yerda mana bu videoda ma'lumot aytayaptiki, shu jasad, ya'ni inson joni uzilgangacha organlarini sug'uravergan. Ya'ni qaysi organlari sog'lom bo'lsa, qaysi organlarini sotishda imkoni bo'lsa, barcha organlarini jarrohlik yo'li bilan shunday zolimlarcha sug'urib olgan. Xo'p, mana bu videoda musulmonlarning chuqurga kichik bir yarim metrga 1 metr Alloh alam kichik bir chuqurga tashlab yuborib, ballonlarni yoqib tashlayapti-da va uning ustidan benzin quyib yuboryapti. Ya'ni shu darajada bu zolimlarning qilgan zulmlari. Alloh musta'an. Albatta bu zulm, shuncha yillik zulmlar Alloh subhanahu va taolo shunday tashlab qo'ymaydi. Bu mazlumlarning nolalari, Allohga bo'lgan yolvorgan, tunlarda qilgan ibodatlari Alloh taolo shunday tashlab qo'ymaydi bu zolimlarni. Bu yerda juda ham bir Shom ahlini xursand bo'ladigan bir voqea bo'ldi. So'zma-so'z tarjima qilib beraman. Mana shu yerda bir Dar'a degan joyda muborak Shom diyorida haqiqiy jang boshlangan. Ya'ni janglarning asl sababi o'sha Dar'adan boshlangan. لكل حدا ما بيعرف هذا الشخص فهذا الشخص اسمه عاطف نجيب باعتبار انه اليوم محاكم. Atif Najib ismli mana bu odam bugungi kunda Shom xalqini ko'z o'ngida sud zalida o'tiribdi. تعالوا لحتى أعطيكم شوية معلومات عنه. عاطف نجيب هو المتسبب الأول في الثورة السورية. Bu birodarimiz aytayaptiki, Atif Najib haqida men sizlarga biroz ma'lumot beraman. Bu aytayapti, Suriyada avval janglar boshlanishini sababchisi deyapti. Shu yerda o'sha vaqtlar Arab bahori bo'lgan, 2011-yillar adashmasam. Shunda ko'p arab davlatlari nima qilishgan? Ya'ni xalq noroziligi bilan chiqib, ko'plari shariat bilan boshqaramiz deb ko'p arab davlatlarida arab bahori bo'lgan. Shu paytda bir yosh bola "Aja do'rak ya doktor", ya'ni "Seni navbating keldi ey doktor" deb devorga yozgan katta harflar bilan. U doktor degandan maqsad Bashar Asad nazarda tutilgan. O'zi Bashar Asad oddiy bir tish doktori. Shuni nazarda tutib yozgan. Aytayaptiki, bu yerda o'sha Dar'adagi hukumat vakillari, sen bilar deymizmi boshqasi, muammoni hal qilish o'rniga o'sha bolani olib kelib tirnoqlarini sug'urib, azoblab boshlagan deyapti. Ya'ni shu darajada zolim bo'lgan. Sen kim bo'lsanki, bizni, ya'ni prezidentimizga qarshi chiqadigan deb, xuddi boshqa davlatdagi tog'utlarning xizmatchilariga o'xshab. Keyin deyapti, yaqinlari kelganda ham uzr so'rab, muammoni yopish o'rniga boshqalarini ham olib ketib turib, yaqinlarini ham ya'ni azoblagan. Hatto bolalarni deyapti, kukuruz pachkasidek deyapti, azoblab yo'q qilib, shunday bir juda ham bir yengil qaragan inson o'ldirishga deyapti. Atif Najib bu maxluq deyapti, tog'asini o'g'li bo'lgan Bashar Asadni deyapti. Dar'ada o'sha amniy siyosiyda deyapti boshlig'i bo'lgan, ya'ni SMBning boshlig'i bo'lgan, bizni til bilan aytganda. Xavfsizlik xizmati deymizmi shunday. O'sha yerda xavfsizlik xizmatining boshlig'i bo'lib, Dar'ada 2011 dan 2018-yilgacha ishlagan ekan. Xuddi Suriya xalqiga bir dehqonchilikga qaraganda shunaqa darajada zulm bilan qaraganki, deyapti, xohlagan ekinini payxollab, xohlaganini o'ldirib, xohlaganini boshini olib, shunday zulmlar bilan boshqargan deyapti. Faqat Atif Najib emas, balki butun o'sha Suriyada hukumat ishida ishlaganlar barchalari oddiy xalqqa nisbatan shunday zulmda, shunaqa fikrda bo'lishgan deyapti. Oxirida aytayaptiki, mana shu videoni ko'rganlar barchalar duo qilinglarki, Alloh taolo Basharni va otasini va unga qo'shilib zulm qilgan barchasini Alloh taolo o'zi la'natlasin deb turib duo qilib tugatyapti. اجى لعند شخص قال له ما بتعرف مين انا؟ قال له مين انت؟ قال له انا ربك. صح ولا مو صح؟ Xo'p, mana bu video ham mu'minlarning qalbiga bir shifo beradigan video. Mana bu yuzi ishib ketgan odamni qaranglar. Zolimlarning ahvoli shu. Mujohidlarning qo'lida bugungi kunda mahkamada javob beryapti. Bu mahkama bu dunyodagisi hech narsa emas. Ertaga Allohning huzurida javob berishlik oson bo'lmaydi. Bu yerda oddiy qamalgan musulmonlardan biriga qarab, men kimman degan. Keyin
bilasanmi men kimman? Men seni Robbingman degan. Nauzubillah, mana shu hayvon, mana shu maxluq oddiy musulmonlarni qamab olib, mana shunday degan. Ya'ni xuddi Fir'avn qavmiga qarab men sizlarning Robbinglarman degandek, bu ahmoq ham basharning xizmatchisi bo'lgan. Men seni Robbingman deb turib urgan odamlarni. المعروف بتيسير أبو محمد. Buni ismi Taysir Abu Muhammad ekan. Bu yerda bu birodarimiz aytib beryaptiki, bu mujrim, ya'ni katta jinoyatchi edi. Ko'chada ayollar xursandchilik qilyaptiki, bu yerdagi xalq juda ham buni yaxshi bilar edi. Buni ushlashiga sababchi bo'lgan mujohidlardan Alloh rozi bo'lsin deb turib, ko'chada hatto ayollar, bolalar ham xursandchilik qilyapti, deyapti. La'natim maxluq yuzlagan musulmonlarning o'limiga sababchi bo'lgan ekan. Ba'zilar minglagan ham deyapti. Ya'ni katta mujrim, katta jinoyatchilardan biri bo'lgan ekan. Taysir Abu Muhammad bu jinoyatchini ismi ekan. Abu Muhammad laqabi, Taysir ismi. Bu juda ham mashhur edi deyapti. Ya'ni zulmi bo'yicha va oddiy xalqqa qilgan zulmi juda ham buni ismi, ya'ni shu zulm qilish bo'yicha mashhur ekan. Ko'chalarda ayollarni urardi deyapti. Ya'ni shu darajada ko'cha-ko'yda ko'rsa ham urib shunday zulm qilib ketaverar ekan. Bittasiga qarab, men kimman bilasanmi debdi boyagi qaytarganimiz. Kimsan desa men sening Robbingman debdi. Nauzubillah. Bitta ayol kelibdi-da, iltimos meni bolamni qo'yib yuboring desa, zarba bilan uribdi haligi ayolni. Haligi ayol boshini devorga urib, ya'ni hushidan ketibdi. Va mana bu yerda bu birodarimiz bu jinoyatchiga sahihmi, ya'ni shu narsa to'g'rimi desa, ha to'g'ri deyapti. Qancha bedarak ketgan odamlarni yo'q qilgansan o'z qo'ling bilan desa, bu jinoyatchi bilmayman juda ham ko'p deyapti. Bu 215-diviziyani boshlig'i bo'lgan ekan. Bu yerda kelgan ma'lumotlarga qaraganda deyapti, juda ham ko'p insonlarni yo'q qilgan ekan. O'zi bitta diviziyani boshlig'i bo'lganligi uchun juda ham katta zo'ravon bo'lgan ekan. O'sha bedarak sen yo'q qilgan insonlarning ichida ayollar bormidi desa, ha bor edi deyapti. Ayollar bor edi, uncha ko'ppas edi desa, bu birodarimiz savol beryaptiki, shu ya'ni qiz bolalarchi desa, ha bor edi deyapti. Yana chiqib turib qayerdadir xalqqa aytgan ekan, meni nomimga timsol, ya'ni bironta haykal yasash kerak deb turib aytgan ekan. Bu aytayapti-ki, yo'q, men aytmaganman desa, sen aytgan ekansan xalqqa deyapti. Davor muassat, ya'ni muassat degan kurgovoyiga meni haykalimni qo'yish kerak deb turib, bu zolim shu narsaga tashabbus qilgan ekan go'yo. Bu birodar aytayaptiki, istehzo qilib, masxara qilib aytayaptiki, sen nima qilib qo'ydingki, seni nomingga haykal qilinar ekan. Ya'ni vaholanki o'zing katta zolim bo'lsang. Ya'ni sen nima yaxshilik ish qilding deganda islomiyman deyapti. Bu o'tirgan mujohid birodarimizdan so'rayaptiki, birodar siz ham mana shuni ushlashlik amaliyotida, ya'ni ushlashlikda qatnashganmidingiz desa, Allohning fazli bilan qatnashgandim deyapti. Bu nusxalarda juda ko'pligidan ismlari ham, ya'ni esimizda qolmayapti, Allohimiz musta'an. Bu birodar aytayaptiki, savol beruvchi, sizlarning ko'p vaqtingizni olmay, xullas bu jinoyatchini ushlashga qancha vaqt ketdi dedi. So'rab surishtirib orqasidan tushib ushlashimizga 3 oy vaqt ketdi deyapti. Kuzatib, yaqinlarni kuzatib yurgandik va mana shu kunga ushlashlikni Alloh taolo nasib aylabdi. Ya'ni 3 oy davomida kuzatib yurilgan va 3 oydan keyin ushlashlikni Alloh taolo mana shu kunga nasib ayladi deyapti. Bu aytayaptiki, o'ldirgan odamlarni bilasizmi desa, yosh bolalar va ayollar, qariyalar, ya'ni juda ham ko'pchilikni o'ldirgan bu jinoyatchi deyapti. Subhanalloh, bu video biroz uzunroq ekan, lekin bu juda ham katta jinoyatchi bo'lganligi uchun men shu narsani sizlarga, ya'ni qo'ldan kelgancha yetkazishlikka harakat qilyapman. Ya'ni oxirigacha tarjima qilishlikka. Ya'ni shunday ishlar bilan shug'ullanganki, har qanday oilani bir a'zosini olib ketganda pul talab qilgan. Ya'ni bitta diviziyani boshlig'i bir zo'ravon bir oilani farzandini olib ketganda ma'lum bir mablag' talab qilgan va o'sha mablag'ni bersa qo'yib yuborgan. Ba'zida o'ldirib ham yuborgan. Bularga, ya'ni bu narsa juda ham yengil bo'lgan. Bu yerda aytayapti, men adashibman, ya'ni qo'yib yubormagan ekan. Pulni olar ekanda o'ldirib yuborar ekan. Haligi bizda 90-yillarda zo'ravonlik zamoni bo'lgan. Shunga o'xshab ko'cha-ko'yda yurarkanda dori, darmon, nima olmoqchi bo'lsa, ya'ni shunday olib ketaverar ekan va
oylik dolya solib qo'ygan ekan do'konlarga, katta savdo markazlariga shunday borib oylik dolyasini yig'ib ketardik. Keyin yana deyapti, shu G'utoda, Damashqda bo'lsin, kimlar mujohidlarga qo'shilgan bo'lsa, kim o'sha bosqinchi Bashar Asadga qarshi jang qilgan bo'lsa, oilalarini surishtirib yurar ekan. Va oilasini olib kelib barchasini mana bunday zulm bilan bor mol mulkini talam-taroj qilib o'zlarini shahid qilib yuborar ekan. Endi so'zma-so'z tarjima qilyapman, ba'zi joylarda xato kamchiliklar bo'lsa, ma'zur tutasizlar. Bu yerda aytayaptiki, bunga hukm chiqarildimi? Hukm chiqarilish jarayoni ketyaptimi dedi. Ha, ketyapti deyapti bu birodar. Va kim mana shu musulmonlarning qoniga qo'li botsa, albatta mana bu narsaga inshaalloh javob beradi deyapti. Va juda ham ko'p jinoyatchilarni qo'lga oldik deyapti va hech qaysi jinoyatchilarda bunaqa xalq xursand bo'lmagan edi. Xalq ko'chaga chiqib juda ham xursandchiligini bildiryapti, sababi ko'chada ko'rgan odamiga zulm beradigan jinoyatchi bo'lgan ekan. Bu yerda aytayaptiki, bu jurnalist birodar savol beryapti. Biron narsa aytging kelyaptimi dedi. Senga bolalar zulm qildimi desa, yo'q deyapti. Lekin bundan ham o'zi ko'rinib turibdi, ya'ni yaxshigina so'roq savol bo'lgan. Aytayaptiki, bu birodar xohlaysanmi tashqaridagi xalqqa seni topshirib yuboraman deyapti. O'zlari biladi nima qilishni seni deyapti. Xalq seni kutib turibdi deyapti. Bu birodar zulm qilgan har bir o'sha insonlarni ommaviy qatl qilgan yoki ko'p oilalarga zulm qilgan joylarni eslatib aytayapti. Mana bu masjid, mana bu ko'rikni oldiga olib chiqib, mana bu chorrahaga xalqqa topshiraymi deyapti. Qayerga seni topshiraydi? Seni o'zingga qo'ysak, xalqqa topshiraylikmi seni yoki shar'iy mahkamada seni jazoing belgilansinmi deyapti. Albatta xalqqa topshirsa buni tirik qo'ymaydi, chunki o'sha bu yashagan territoriyada, ya'ni o'sha joyda zulm ko'rmagan xalq qolmagan deyarli. Shu yerda aytayaptiki, o'zing aytchi, nima qiladi seni xalq agar xalqqa topshirsak desa, xalq meni maydalab to'rg'ab yuboradi deyapti. Bu birodar savol beryapti, nimaga seni bunday qilib maydalashib yuboradi desa, chunki o'sha farzandlarini yo'qotib o'rganligim uchun deyapti. Har bir zolim mana bu narsadan ibrat olish kerak, chunki bu mujohidlarning qo'liga tushib, mana bu turishini qarang, bir yosh bola, bechora yosh boladek bo'lib turib olgan. Ertaga Allohning huzurida javob berishlik bundan ham og'ir bo'ladi. Subhanalloh. Bu ushlab zulm berganlar orasida keyinchalik ba'zi sabablarga ko'ra Allohning fazli bilan ozod bo'lib ketib, mujohidlar safiga qo'shilib jang qilgan mujohid birodarlarimiz ham bor ekan. Shu yerda aytayaptiki, mana shu zulm berganlarning ichida mana biz safimizda yurgan mujohidlar ham bor deyapti. Marhamat keling desa, bu birodar kelib eslatyapti. Eslaysanmi deyapti, ana zolimga eslatyapti. Otam seni yoningga keldi, qo'lida mablag' bilan deyapti. Bu hozir universitetga kirayotgan vaqti edi. Nega unday qilib zulm qilyapsan dedi. Sen nima deding, esingdami? Aytayaptiki, keyin javob beribdi otasiga, men bilmayman, bu yerga kelmadi seni bolang deyapti. Vaholanki men o'sha seni qamog'ingda 60-koloniyada edim deyapti. Bu yerda aytayaptiki, o'sha qamoqda yotar edik. Birontamiz chiqib sovqatganimizdan adiyal so'rasak, cho'chqaman degin debmi, ayt, keyin beraman derdi ekan. Ya'ni shu yerga yaxshi tushunmadim. Shunday desa berilardi deyapti. Va mana Allohning fazli bilan ozod bo'ldim. Seni bugungi kunda qarshingda turibman, alhamdulillah deyapti. Alhamdulillah, Alloh taolo seni makrlaringdan bizni ozod qildi deyapti. Bu aytgan gaplarini sen ham qaytarmaysanmi desa, xalq buni o'zi yetarlicha narsani berib qo'ydi deb bu mujohid birodarimiz kulyapti. Bu videolarni xulosa qilib aytamizki, Allohni bu Shom ahliga bergan katta fazli marhamati bo'ldi. Mana bu mujrim jinoyatchilarni, zolimlarni ushlanishligi. Men bir narsani umid qilib Allohdan so'rab qolamanki, mana shu Falastin xalqiga, oddiy begunoh yosh bolalarga, ayollarga, zaifalarga, nomuslariga tegib zulm qilgan bosqinchi yahudlar ham mana shunday musulmonlarning oldida birma-bir javob bersin qilgan jinoyatlariga. Allohdan mana shu narsani so'rayman.
Nabiy sollallohu alayhi vasallam bizga mana bu bashoratni bergan. Bu bashoratga biz albatta ishonamiz. Bir kun keladiki, toshlar, daraxtlar, ey musulmon kel, orqamda mana bu Yahudi turibdi deb turib dalil bo'ladi. Shu kunda Allohdan so'rab kutib qolamiz va musulmonlarning qo'li bilan bosqinchi yahudlarni Falastin xalqiga, aziz G'azo xalqiga qilgan zulmlariga birma-bir musulmonlar oldida javob bersa. Mana shu narsani Allohdan umid qilib so'rab qolaman. Alloh taolo siz va bizdan rozi bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.